Assalomu alaykum aka-ukalarim, yaxshimisizlar? Tuzumsizlar? Charchamasizlarmi? Mana navbatdagi darvozamizni, kozirovimizni ustunovkasini qildik. Xudo xolisa. Samarqand farzand darvoza. Darvozamiz Andijon viloyatiga Bo'z tumaniga o'rnada. Xudo xolisa o'sha ikkita yonidagi shivellar, bir 8 listlik qalin darvoza, 2 qavatli teplonli bo'lgan. Kozirovlarimiz mana chiroyli chiqdi, xudo xolisa egalariga juda yoqdi. Darvozamiz o'sha mana lakli holatda, 2 qavat. Teplonli, mana gullari ham chiroyli holatda bo'ldi. Zamoklari go'ber zamok. Ochilishlar ham cho'tka variant bo'ldi mana.